Assalomu alaykum azizlarim. Mana yana sizlar bilan diydor qo'shib turibmiz. Shunisiga rahmat Allohimga. Sizlarni ham borligiga shukur, lekin ayrimlar mendan xafa bo'lyapti. O'zinglar bilasizlar. Mana onlayn konsultatsiya berishga harakat qilyapman. Endi mana o'zinglar bilasizlar. Hamma tilayjoqman, ham tilayjoqman. Xafa bo'lishyapti. Demak, men hali hammasini shundoq qilganimda yoqdimda, endi yoqmay qolgan bo'lsam, unda o'zlari biladi. Lekin hamisha xudo xolisa sizlar uchun videolarni berib boraman. Videolar bilan men o'ylaymanki, qoniqarli foydalanyapsizlar. Foydalanayotganlar menga juda ham chiroyli menga xabarlarni yetkazishyapti. Juda ham xursand bo'laman shularni chiroyli gapirganlarga. Shu chiroyli gapini ham aytadigan insonlar bor. Shu oddiy ikki og'iz so'zini chiroyli qilib yozsa men xursand bo'laman. Ular duo qilsa, men ham duo qilaman xudo xolisa. Bugungi temamiz, azizlarim, bugungi tema siz so'ragan temalardan biri. Ana kuni esingizda bo'lsa, vet apteka, ya'ni hayvonlar aptekasida dorilari haqida so'ragan aytdim sizlarga. Qaysi biridan ayrim ma'lumot berganman, ko'p bermaganman. Mana bugun shu savollar bo'yicha, mana shu tema bo'yicha menga savol kelibdi. Opajon, mana shu betom yozilganda v yoziladi, b o'qiladi. Betom degan dori haqida ayting, chunki men eshitishim bo'yicha deyapti, shu juda ko'pchilik odam mana shu doridan foydalanar ekan, odamlar ham hayvon aptekasiga doridan debdi. Shunga qanaqa xillari bor haqida va bir ikkita o'sifda sizga ma'lumotlarni bermoqchiman. Bugun albatta ulgurganimcha sizlar bundan foydalanasizlar degan umiddaman. Agar foydalansanglar, mana shu haqida ozgina qisqa ma'lumotlarga ega bo'lishinglarni xohlardim. Bilib olinglar, betom degan aptekada bor bu dori, mollarning aptekasida umrbod ichib yurgan odamlar bor. O'zi bu betom nima ekan? Betom uni xillari ko'p ekan. Parashok holda betom biru bir xili bor, ikkisi bor, betom 3-4 xillari bor ekan. Ana shulardan odamlar ham, hayvonlar ham foydalanar ekan. Men shuni eshitganlarimni sizlarga aytmoqchiman. Betom 1 bu immunitetni ko'tarar ekan. Ko'ryapsizmi? Bu betom 1, xuddi bu ham biologik добавкаga o'xshagan narsa. Immunitetni ko'taradi va ba'zan bilasiz disbakterioz, ya'ni ichaklar normal ishlamaydi, birdaniga ketib qoladi, ichi ketadi, yo'q qotadi. Disbakteriya, ya'ni ichakni bakterial florasini izdan chiqishi disbakterioz deyiladi. Ana shunda betom 1 ichsangiz, uni o'zida yozib qo'yibdi qanaqa ichishlarini. Albatta uni hozir hamma ko'pchilik odam olayotgani uchun uni osongina o'sha sotuvchi odam ham qanchadan ichish kerakligini sizlarga tushuntirib beradi. Betom 1 demak asosiy vazifasi siz bilan bizani immunitetimizni ko'taradi va albatta ya'ni ichaklarga foydasi tegadi, ichaklar florasini yaxshilaydi. Betomni 1 degani 1,1 degani ham bor ekan. Uni shamollaganda ko'proq turli yallig'lanishlarda, shamollashlarda ishlatilar ekan. Hattoki mana betom 1 onkologik kasalligi, ya'ni saraton kasalligi ham ichyapti ekan. Bitta kitob o'tiblarni aytsam, o'zingiz tushunib olasiz. Eng kerakli betom 1 bu organizmni baquvvat qilar ekan. Ukreplaydi organizmni va ishtahasi yo'q, umuman kaxiktich holatiga kelganlarni ishtahasini nima qilar ekan, ochar ekan. Juda ham foydali deb eshityaptim. Endi ichib yurganlar buni ma'lumotini olganman. Va undan tashqari betom 1 ko'proq gepatit A xili bor, C xili bor, B xili bor. Mana shu gepatitda ham mana shuni ichishar ekan. Jigarni funksiyasini yana qayta tiklar ekan. Betom 2si bor. Xo'sh, betom 2 ham. Men bu yog'ini ular o'zingiz yana surishtirasiz. Men xillari haqida va nimaga ta'sir haqida aytib o'tmoqchiman. Betom 2 infeksion kasalliklarda, qarang. Infeksion kasalliklarga foydasi ekan. Grippga qarshi ekan. Va yana undan tashqari infeksion kasallarda immunitet tushib ketgan bo'ladi, to'g'rimi? Demak, albatta bu betom 2 ham turli yuqumli kasalliklarda immunitetni ko'tarish uchun berilar ekan. Betom 3
antibiotik olasiz, antibiotik olgandan keyin organizmga уже bakterial florasi ichida buziladi, disbakterioz ketadi. Shuning uchun xuddi mana shu betom uch ham antibiotikdan keyin antibiotik uzoq olganlarga buyurilarkan, ya'ni ichak disbakterini va ichak ketishini diareyadan davolarkan. Mana betom uch haqida. Endi betom to'ri ham bor dedim. Bu aptekadan so'rashtirsangiz bo'ladi. Betom to'ri ko'proq qaysi kasalliklarda ishlatarkan? Qandli diabetda, yana bu ham ichakka, hammasi pastki oshqozon ichak sistemasiga ta'sir qiladigan narsalar bo'ladi. Va ingichka ichakda bu ham ayniqsa yana buni oshqozon ichak sistemasiga jigar ham kiradi bilasizlar. Demak, jigarni ham demak bu tozalarkan. Ana jigarni tozalash uchun olisharkan. Shuning uchun sirroz kasal bo'lganlarga ham bu buyurilarkan. Albatta hamma organizm har xil avval surishtirib, ichganlarni, foydalanganlarni bilib turib, keyin ular qanchadan ichganini bilgan holatdagina ichishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha sotuvchilar agar opitni o'sha ular ham vet vrachlikka o'qiganlar agar bo'lsa ichida, u sizga tushuntirib beradi. Endi mana shu betom dorisini aptekadan olgandan keyin ichganlarni bir ikkita o'siflarni sizlarga aytsak, sizlar shuni eshitib olinglar va shunga qarab albatta yana organizm holatiga qarab, chunki yana qaytaraman, sizni organizmingiz boshqa organizmga hech qachon to'g'ri kelmaydi. Men yozyaptilar bir odam, men betomni doimo uyda 10 yildan beri saqlab ishlatib kelaman. Qarang, 10 yildanmi betommi? Demak, betom 1 yoki 1 deb yozmaganlar, betomni 10 yildan beri uyda saqlab kelaman. Tomog'im og'riy boshlagan zahoti og'zimga betom 1ni solib so'raman deyapti. Demak, parashok holatda uni og'izlariga so'rarkanlar. Kuniga bir necha marta mana shuni takrorlayman. Ya'ni har soatda bo'lsa ham bir 3-4 marta kamida men shuni qilaman. Demak, tomoq og'rig'im o'sha u yoqqa rivojlanmaydi, o'tib ketadi. Demak, shamollash boshlanganda shuni qilaman deyapti. Covidda deydi, Covid mahalida deydi, 3 kun faqat betomni 3 kun betomni ichib deydi, betom 1 ichgan yo 2 ichganlarni yozmagan. Betomni 3 kun ichib, har soatda ichdim. Uni tomchilab, tomchi xili ichdim va uni yana betomni tomchili xili bor ekan. Nazrin nazrin deylar ekan. Mana shu nazrin tomchisini olib ichdim deydi. Coviddan osongina qutulib chiqdim dedi. Meni yonimda ichmaganlar juda ko'pchilik o'lib ketdi deyapti. Endi undan tashqari men deydi bioseptin mazini har qanday ishlataman deydi. Ya'ni masalan qaysi bir shilingan holatlarga, shilinish, shikastlanish holatlarda deydi, uni bioseptin degan mazi bor. Ana shuni olib deydi ishlataman. Junaqangi yaxshi dedi. Men aytuvdimki, mollarga aptekasiga ishlab chiqarilgan dorilarga boshi bilan javob berar ekan. Chunki bu men ichganman, bittasi falon million dollar turadigan hayvonlar ham bo'lar ekan de. Ana shu hayvonlar albatta berganda bu ta'sirlarini bilish kerak. Aslida betom odamga bilib olinglar, bir odam mendan so'rayaptiki, men so'rab betom aslidikini hayvon aptekasidan olib ichamiz-ku. Betom ham aslida bir paytlar odam uchun ishlatilgan ekan. Odam uchun ishlab chiqarilgan ekan. Faqat albatta o'sha paytda ruxsat berilmagani uchun, ruxsat yo'qligi uchun bu narsa ishlatilmay mollarning aptekasiga o'tib ketgan ekan. Buni ham bilib olaylik. Yana bir odam yozyapti. Men dedi betomni ichganman, ichyapman ham. Betom palichka vruchalichka deyapti ruschasiga. Mana men dedi betomni ichganman, ichyapman dedi. Betom bu palichka vruchalichka. Ya'ni vruchalichka degan senga har damda yordam beradi, malham bo'ladigan narsa deyapti. Men shuni tushunaman. Men dedi особенно dedi в поездах dedi. Поездках. Ya'ni o'tbetga safarga chiqsam, sayohatga chiqsam dedi, albatta yonimda olaman. Bu meni turli xil infeksiyalardan himoyachim deyapti. Aslidagi haqida shu gaplarni aytganman. Men davolangandan keyin bir odam, bir 70 yosh odam, men eshalgiya degani o'tirg'ish nervini shamollashi.
sedalishniy deydi. Man deydi ishalgiyadan davolangandan keyin deydi bir choy qoshiqdan betomni yarim stakan suvga solib bir mahal ichaman. Demak bitom porosogini ishalgiyadan davolanishdan keyin mana shu kirgan davolanishdan olgan har xil zaharli dorilarni ketkazish uchun deydi albatta bir choy qoshiqini betomni olib yarim stakan qaynatib sovitilgan suvga qo'shib icharkanimiz bir mahal ichaman. Buni ichishimdan maqsad profilaktika uchun ekan. O'zingiz bilasiz, dorilarni yomon ta'sirlarini, ichilgan dorilarning yomon ta'sirini ketkazish uchun ichaman deyaptilar. Qarang, buni hech qanaqa ziyoni yo'q. Betom to'r haqida mana ma'lumotni bilib oling. Betom to'rni deyapti bir odam. 100% tozalaydi organizmni. Qarang, betom to'r undan ham kuchli ekan. Ya'ni organizmi 100% tozalaydi. Voyenniylar yonida olib yuradi. Radiatsiyadan saqlanish uchun ekan. Mana sizga beton haqida ma'lumot so'raganingiz berdim. Yaxshi ma'lumotda. Demak, betonmi, hattoki voyenniylar va safarga ketayotganlar yonida yurar ekan. Ana shunga o'zingiz xulosa qilishingiz mumkin. Azizlarim, sizlar bilan bir ozga xayrlashamiz. Yana